Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz quyosh fotoelektrik qurilmalari deb nomlanadi. Ya'ni o'zimizni sodda til bilan aytganda quyosh fotoelektrik stansiyalari. Hozirgi kunda butun dunyoda energiya taqchilligi bo'lganligi sababli bizning mamlakatimizda ham elektr energiyaga bo'lgan ehtiyoj juda ham kundan kunga ortib boryapti. Ishlab chiqarilayotgan davlat tomonidan, korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan, aholiga yetkazib berilayotgan, sanoatga yetkazilayotgan elektr energiyalar bu hozir butunlay qoplaydi deb bo'lmaydi. Shuning uchun arzon, ekologik toza bo'lgan elektr energiyasini ishlab chiqarish hozirgi kunda butun dunyo bo'yicha ishlar olib boryapti. Jumladan bizning mamlakatimizda ham quyosh elektrostansiyalaridan qurish va foydalanish ishlari boshlangan. Quyosh batareyalarini ishlash prinsipi fotoelementlarni ta'minlaydigan fotoelektrik ta'sirga asoslangan. Qisqacha aytganda, quyosh panelini ishlash prinsipi u elektr qatlamga tushadigan quyosh nurlarini to'playdi. Bu panelning ikki qatlamining elektronlarini chiqarishga olib keladi. Ikkinchi qatlamning elektronlari birinchi qatlamga bo'sh joyga joylashadi. Natijada elektronlarning doimiy harakati va kuchlanishi hosil bo'ladi. Fotoelektrik qurilmalardan biri musbat zaryadga, ikkinchisi esa manfiy zaryadga ega bo'ladi. Ya'ni tizimda mavjud bo'lgan batareyani yig'adigan elektr energiyasini ishlab chiqarish boshlanadi. U elektr energiyasining yig'adi va saqlaydi, shuningdek unda ulardan quvvat tizimini quvvatlantiradi. Agar batareya quvvati pasaysa, avtomatlashtirish jarayoni quyosh panellarining energiyasini saqlash rejimiga o'tkazadi. Mana bu ko'rib turgan suratingizda kichik o'sha quyosh batareyasi, fotoelement ko'rsatilgan. Bu fotoelektrik element kremniy moddasidan yaratilgan. Hammaga ma'lumki, dunyoda yer kurrasining 62%ni kremniy moddasi tashkil qiladi. Lekin kremniy ikki xil bo'ladi: texnik kremniy va o'sha tabiatdagi bor kremniy. Buni biz mutaxassislar kremniy oddiy holatda va kremniy 2 deb ataymiz. O'sha kremniy asosida yasalgan fotoelementni ko'rib turibsiz. Endi bundan tashqari yana boshqa yarim o'tkazgichli fotoelementlar mavjud. Bular kremniydan tashqari germaniy, arsenid galliy, indifosfit, alyuminiy galliy, alyuminiy va bundan tashqari kadmiy tellur, kadmiy selen, kadmiy strontium kabi yarim o'tkazgichli moddalar mavjud. Endi bular o'zlarining xususiyati bilan alohida o'rnalib turadi. Kremniyning xususiyatlari juda ham katta, lekin ma'lum bir vaqt chegaraga kelganda kremniyning imkoniyatlari chegaralanib qoladi. Ayniqsa optik xususiyatlariga kelganda. Optik xususiyatlar jihatdan yarim o'tkazgich sifatida arsenid galliy selen keyingi paytda keng qo'llanilmoqda. Bu sohada va quyosh fotoelementlari yasalishga tavsiya qilinmoqda. Mana bu yerda kremniy asosida quyosh elementlarini konstruksiyasi qilingan. Qanday holatda shu quyosh energiyasi elektr energiyaga aylanadi? Ko'rib turganingizdek, quyosh nuri birinchi metal o'tkazgich turibdi panelda. Birinchi qatlamda N tipli kremniy bilan qoplangan qatlam bilan. O'rtasida inventorli qatlam va undan keyin P tipli kremniy qatlam. O'sha o'tkazgich metal o'tkazgichdan boshqa iste'molchiga o'tkazib, qancha quyosh nuri elektr energiyasiga aylanayotganini ko'rib aniqlash mumkin. Bu yerga esa ko'rib turganingizdek voltmetr asbobining belgisi qo'yilgan va bu yerda kuchlanish qancha ekanini ko'rsatadi. Endi mana bu kremniy asosida yasalgan fotoelementlar ko'proq keng tarqalgan. Asosan bu yarim o'tkazgich asboblar mikroelektronika va optoelektronikada keng qo'llaniladi. Quyosh batareyasini elektr energiyasi olish sxemasi mana bu yerda yana kengroq ko'rsatilgan. Mana qo'yib turibsiz, quyosh paneliga quyosh nurlari keladi va quyosh paneli nazoratchisidan o'tib akkumulyatorlar batareyasiga kelib tushadi. Elektr energiyaga aylangan elektr energiyasi va u yerdan inventor orqali asosiy iste'molchilar o'zgaruvchan tok bilan ishlaydigan, o'zgarmas tok bilan ishlaydigan iste'molchilarga uzatiladi. Mana bu yerda
o'sha yasalgan fotoelementlardan, quyosh batareyalaridan yasalgan qurilmalarni o'rnatish, ya'ni jihozlash ishlari olib borilayotgan kadrni ko'rib turibsiz. Quyosh paneli o'zi nimadan yasalgan? Yarim o'tkazgichli materiallardan tayyorlangan ko'plab fotoelektrik elementlardan. Panelning yuqori himoya qatlami shisha plastinka, o'rtasi ikki qatlamli plomba orasida joylashgan, quyosh hujayralari pastki qatlami shisha yoki plyonka bilan bo'lib, ular fotoelektriklarni atrof muhitida ta'siridan himoya qilish uchun zarurdir. Endi o'rnatish qulayligi va mustahkamligini oshirish uchun quyosh paneli perimetr bo'yicha alyuminiy ramkaga o'ralgan bo'ladi. Uning konstruksiyasi bir necha batareyalarni bitta tuvaga o'rnatishni osonlashtiradi. Biz quyosh paneli nima ekanligini shu tariqa mana ko'rsatib o'tdik. Endi foydalanish uchun qulay va bardoshli bo'lgan oddiy samarali konstruksiya ekaniga ishonch hosil qildik. Mana bu suratda bir necha quvvatga ega bo'lgan quyosh fotoelementlarining yig'indisini ko'rib turibsiz. Bu albatta qiya joyga o'rnatilgan, chunki quyoshning harakati tufayli quyoshning tushgan nurlarining 1/5 qismi elektr energiyaga aylanadi. Shuning uchun turli burchaklarda va qiyaliklarda o'rnatiladi. Mana bu holat hammaga ma'lumki, quyoshli kunlarda albatta quyosh batareyalari yaxshi ishlaydi. Mana bu qish faslida olingan surat. Qorlarni ko'rib turibsiz, lekin o'sha ozgina quyoshning sochilgan nuri ta'sirida ham elektr energiyasini elib berish imkoniyatiga ega. Quyosh fotoelektrik stansiyasini, quyosh panellarini o'rnatish ishlari birinchi marta Namangan viloyatining Pop tumanida Janubiy Koreyaning shu quyosh panellari assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda 130 kilovatli quyosh fotoelektrik stansiyalari o'rnatildi. Mana shu suratda montaj ishlarini olib borish jarayonini ko'rib turibsiz. 2 o'qli trekker quyosh fotoelektrik stansiyasi mana bu ko'rib turganingiz o'sha Pop tumanida o'rnatilgan 2 o'qli trekker, ya'ni 2 qatlamda, 2 o'qli deb aytamiz, ikkita tomoniga o'rnatilgan fotoelementlar bo'lgani uchun bu fotoelektrik stansiyalar quyosh shamol ob-havoni sharoitiga moslashgan holda bo'ladi. Agar shamol bo'ladigan bo'lsa, o'sha shamol yo'nalishi bo'yicha gorizontal holatga keladi. Shamol to'xtagandan keyin o'z holatiga qaytib, burchak ostida yana o'z ishini davom ettiradi. Mana bu suratda oddiy xonadonlarga qo'yilgan fotoelektrik stansiyalarni ko'rib turibsiz. Bu fotoelektrik stansiyalar shu xonadondagi iste'molchilarni talabi, ehtiyojiga qarab, ya'ni iste'mol quvvatiga qarab o'rnatilgan 6 ta panel turibdi. Bu 6 ta panelda shu kerakli bo'lgan kilovatni ishlab chiqaradi. Bu yerda esa 9 ta panel turibdi. 12 ta panel turibdi, 12 ta o'sha xonadonga mos holatda elektr energiya ishlab chiqaradi. 2021-yil 27-avgust kuni Navoiy viloyatining Karmana tumanida 100 megavatli quvvatga ega bo'lgan O'zbekistonda birinchi yirik quyosh fotoelektrik stansiyasi ishga tushirildi. Mana shu fotoelektrik stansiyasining holatini ko'rib turibsiz. Juda ham katta maydonga o'rnatilgan. Bu o'sha 100 megavat quvvatga ega bo'lgan. Endi fotoelementlar, quyosh fotoelektrik stansiyalarining o'ziga yarasha afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Har bir yangilikning, yangi qilingan, yangi ijobiy olingan eksperimental natijalarning o'ziga yarasha yangiligi, afzalliklari va kamchiliklari bo'ladi. Bu quyosh fotoelektrik stansiyalari ham bundan xoli emas. Ekologik xavfsizlik, quyosh panellari ya'ni shovqinsiz va atmosferaga zararli moddalar chiqarmaydi. Uyni bepul elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun uy elektr stansiyasi sifatida foydalanish mumkin. Quyosh panellari har xil o'lchamdan va shaklga ega bo'lishi mumkin. Bu ularni tomda yoki yerga o'rnatish imkonini beradi. Texnologik taraqqiyot to'xtamaydi. Quyosh panellari ishlash prinsipi va ularni ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan materiallar o'zgarishi mumkin, lekin ularni ishlash prinsipi bir xil davom etadi. Endi katta ish resursi quyosh batareyasining eskirish muddati yer yuzida 25 yil va undan ham ko'proq bo'lishi mumkin, lekin xalqaro kosmik stansiyaga o'rnatilgan quyosh batareyalari 30-40 yil
dan beri ishlayapti, yana qaytarib almashtirib ishlatayotganlari yana davom etyapti. Lekin kosmosda bu 30-40 yil ishlab berishga imkoniyatini beradi. Hammaga ma'lum, kosmosda faqat quyosh energiyasidan foydalanib kosmik apparatlar kosmik stansiyalar ish olib boradi. Endi kamchiliklariga keladigan bo'lsak, zamonaviy quyosh panellari yorug'likni kam singdiradi. Ular ishlatadigan fotoelementlar kiruvchi quyosh nurlarining faqat 5dan 1 qismini qayta ishlashga qodir. Quyosh panellarining samaradorligi 15-20% tashkil qiladi. An'anaviy elektr energiyasi manbalari bilan taqqoslaganda bu kam. Endi hozirgi kunda foydali ish koeffitsiyenti quyosh panellarining 32% ga, foydali ish koeffitsiyenti 32% ga yetgan va aniqlangan va ishlayapti. Kosmosda esa 40-50% ni tashkil qiladi foydali ish koeffitsiyenti koinotda. Quyosh panellarining ishlash ob-havoga bog'liq. Agar osmonda bulutlar bo'lsa yoki tuman bo'lsa, elektr energiyasi ishlab chiqarish butunlay to'xtaydi. Quyosh panellari yuqori narxda elektr ta'minoti uchun yuqori quvvatli uskunalardan foydalanishga mumkin emas. Quyosh panellarini o'rnatish uchun katta maydon kerak bo'ladi. Bu katta maydon bo'lmasa, o'zi kerakli bo'lgan elektr quvvatini olish imkoniyati bo'lmaydi. Bugungi darsimizni mazmuni shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.